Assalomu alaykum kanal muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda qatlari bilinib turadigan qarsildoq somsa tayyorlaymiz. Hozir yaqin olib kelib ko'rsatay. Mana bu ustlarini qavat-qavat bo'lib turishini ko'ryapsizlarmi? Hozir esa ovozini eshittirib ko'rsataman. Mana endi tayyorlashni boshlaymiz. Bizga birinchi bo'lib 750 gram un kerak bo'ladi. Unni chetga olib qo'yib turamiz. Sovuq suv kerak bo'ladi. Sovuq suv yarim litr. 1 osh qoshiq tuz solamiz, yaxshilab aralashtirib olamiz. Oldindan tayyorlab qo'ygan 750 gram unimizga bitta tuxum chaqib solamiz. Shundan so'ng nomakob qilib tayyorlab olgan suvimizni ozginadan quyib, o'rtacha qattiqlikdagi xamir qoramiz. O'sha suvni qarab solamiz. Xamirimiz qattiq ham bo'lib ketishi kerak emas, yumshoq ham bo'lib ketishi kerak emas. Qattiqroq xamir bo'lishi kerak. Xohishga ko'ra xamirni ichiga 50 gram sariyog' yoki margarin eritib sovursanglar ham bo'ladi. Xamirni yaxshilab mushtlab olamiz. Shundan so'ng stolni ustiga olib yana ishlov beramiz. Xamirimiz katta zuvala, shuning uchun 2 ga bo'lib olamiz. 2 ga bo'lib, dumaloqlab, paketga o'rab, birpas tindirib qo'yamiz. Xamirimiz birpas tinib olishi kerak. Mana ko'ryapsizlarmi, g'ovay bo'lib turibdi. Buni birpas turib, yana xamirga ishlov berishimiz kerak. Chamasi 15 minutlar turdi. Mana bittadan olib, yana zuvalalarga ishlov berib olamiz. Usti g'ovay emas, tiniq, tekis bo'lishi kerak. Mana hozir ikkala xamirni farqini ko'rsatyapman. Ishlov berganimiz ancha tiniqlashdi. Zuvalalarni yana paketga o'rab, tindirishga olib qo'yamiz. Xamirga ishlov berganimizdan keyin mana ko'ryapsizlarmi, ustlari tekis bo'lib tiniqlashdi. Zuvalalar birpas tinib turadi. Bizga sariyog' kerak. Mana men bunaqa sariyog'dan ishlataman. Men O'zbekistonda yashamaganligim uchun men ishlatayotgan sariyog'ni ko'rsatib o'tyapman. Sababi ko'p mendan xafa bo'lishadi, sariyog'ni qanaqaligini aytmadingiz deb. Zuvalalarimiz yarim soat 40 minut tinib olgandan keyin yoyishga o'tamiz. Albatta unlab turib yoyamiz. Xamirimiz qattiqroq bo'lgan. Qo'limizda ishlov berib ochib olamiz. Men yana 5 minutga xamirni tindirib qo'yaman. Mana qo'limizda mushlab ochib olganimizdan keyin yaxshilab unlaymiz, ko'proq beramiz unni va birpas tindirib qo'yamiz. Men bu tushuntirishni so'ragan obunachilarimga aytib o'tyapman. Xamir birpas tindi, endi xamirni ochamiz, yoyishga o'tamiz. Un sepib yoyishni boshlaymiz. Somsa xamirini yoyganimizda xonimni xamiriga o'xshab yupqa qilib yoymaymiz, sal qalinroq yoyamiz. Bo'yamaslarga bejizga sariyog'ni ko'rsatmadim. Bizaga xona haroratida yumshatilgan sariyog' kerak bo'ladi. Boya ikkita sizlarga sariyog' bo'lagini ko'rsatdim. Ana shu ikkita bo'laga 225 gram. 225 gram xona haroratida yumshatilgan sariyog' ikkita zuvalaga yetib beradi. Xamirni katta qilib yoyib oldik. Mana endi yumshatilgan sariyog'ni surib chiqamiz. Surganimizda xamirni hamma joyiga tegishi kerak sariyog'. Sariyog'ni hozir xamirni yarmigacha suraman. Teng yarmidan bo'laman-da, ustma-ust joylashtiraman. Sizlar ham xuddi shunaqa bajarasizlar. Mana demak 2 ga bo'lib olamiz. Sariyog' surilmagan bo'lagini mana ustidan joylashtiramiz. Va buni ustiga ham sariyog' surib olamiz. Xamirlarimiz qavat-qavat bo'lishi kerak. Iloji boricha sariyog'ni, xamirni hamma joyiga tekkizib suringlar. Ko'rdinglar, xamirni dumaloq qilib yoydim, lekin bizga to'rtburchak bo'lsa, undan ham yaxshi. Sariyog'ni surib olganimizdan keyin mana chetlarini tortib to'rtburchak qilib olamiz. Xamirga yog' surib olganinglardan keyin oson tortiladi. Endi yana 2 bo'lakka bo'lamiz. O'rtasidan bo'lamiz, yana ustma-ust joylashtiramiz. Biza xamirga sariyog'ni surib bo'ldik. Endi sariyog' surmaymiz. Hozir mana endi xamirni 3 ga bo'lamiz, 3 ta lentaga. Va bu xamirlarni ham ustma-ust joylashtiramiz. Xamir o'z-o'zida mana qavat-qavat bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Necha qavat qilib joylashtirdik. Endi bo'laklarga bo'lamiz. Har bo'lagimizning kengligi 4 sm bo'ladi. Xamirni kesayotganimizda ikki chetidan sal uzunroq bo'lak qoldiramiz. Shunda ikkita bo'lak qoldiramiz.
Endi ana shu qoldirgan uzun bo'lagimizni mana ingichka qilib kesib olamiz va mana shu xamirchalarni ustiga joylashtiramiz. Shunda bitta bo'lak xamirni ustiga 3 ta kesib olganim to'g'ri keldi. Mana shu tarzda tayyorlab olamiz. Demak, sizga tushuntira oldim deb o'ylayman. Shunda bitta zuvaladan 14 ta, ikkinchi zuvaladan ham 14 ta somsa tayyor bo'ladi. Demak, mana bu xamir bo'laklari va undan tashqari mana ustiga joylashtirish uchun uzun bo'laklar qoldirdim. O'zingizlar ekranda ko'rib turibsizlar. Mana shu ustiga joylashtirgan xamirlarimiz bu somsani bezagi bo'ladi. Somsangiz juda ham chiroyli, ko'rinishi ham chiroyli, qat-qat bo'lib chiqadi. Shu tarzda ikkala zuvalani tayyorlab olamiz va morozilnikka 1 soatga joylashtiramiz. Mana ikkita laganda ikkala zuvala 14 ta 14 tadan. Ustini paket bilan yopamiz. 1 soatga morozilnikka joylashtiramiz. 1 soatdan keyin morozilnikdan olib turib somsalar tayyorlaymiz. Somsa zuvalachalari morozilnikda turgan paytida biza orasiga qiymasini tayyorlab olamiz. Men bugun go'sht, kartoshka, piyoz mana to'g'rab olganman. Hammasini yog', go'shti kam deb o'ylamanglar, go'shti tegida qolgan. Ziravorlar sepdim, kashnichi urug'i, zira qovunchada maydalab turib sepdim, tuz sepdim. Yaxshilab aralashtirib olamiz. O'zi shularni tayyorlab, to'g'rab, aralashtirguningizcha 1 soat vaqt o'tadi. Menda 1 soati 10 minut turdi. 1 soati 10 minutda ulgurdim. Demak, oldimizga 3-4 ta zuvalachani olamiz va lagandiga qolgan zuvalachalarni xolodilnikka qo'yib turamiz. Chunki xamir bo'shashib ketish kerak emas, qattiqqina bo'lish kerak. Duxovkani yoqib, qizdirib qo'yamiz. Demak, zuvalachalarni un sepib turib ochib olamiz. Shunda ustiga xamir joylashtirdik-ku, bezagi bo'ladi dedim. Ana o'shani pastga qaratib turib yoyamiz. Jova bilan ochayotganingizda o'sha tegida qolishi kerak. Somsalarni to'rtburchak shakl berib turib tugamiz. Unlamasdan yoysanglar stolga yopishishi mumkin, o'shaning uchun unlaganinglar ma'qul. Yana bir bor aytib o'taman, xamir bo'lagi qattiqqina bo'lishi kerak. Oldindan duxovka listiga pergament qog'oz solib tayyorlab qo'yamiz. Mana endi somsalarni tugishga o'tamiz. Zuvalachalarimizga qiymalarni teng miqdorda solib chiqamiz va to'rtburchak shakl berib tugib olamiz. Endi diqqat qilib qaraymiz tugilishiga. Juvalab tugilish jarayoni tez bo'ladi, chunki bu to'rtburchak tugiladi, oson tugiladi. Somsalarni o'sha pergament qog'oz solingan duxovka listiga taxlab boramiz. Mana ekranda ko'ryapsizlarmi? To'rtburchak juda ham bir xil tekis hammasi chiqyapti. Shu somsani tugish juda qulay. Bir xil tekis to'rtburchak bo'lib chiqadi. Katta kichik bo'lmaydi. Hammasi bir xil somsa bo'lib chiqadi. Qolgan xamirlarni ham shu tarzda tayyorlab olamiz. Tayyor somsalarni duxovka listiga terib olamiz. Bu somsalarni ustiga tuxum surmaymiz. Oddiy suv suramiz. Ekranda ko'rib turibsizlar. Oddiy suvni somsalarni ustiga surib chiqamiz. Qizib turgan duxovkada 190 gradusda 40 minut, 50 minut qip-qizarib pishguncha pishirib olamiz. Menda 2 ta list chiqdi. Aniqrog'i 3 ta list. Bitta somsam 3-listga qolib ketdi. Sababi mana 2-listimga ko'p somsa ketmadi. Demak, bu 2-listga ham xuddi shunaqa suv surib chiqamiz somsalarning ustidan. 1-listimiz chiqqandan keyin ikkinchisini joylashtiramiz. Vaqt o'tib 1-listimiz tayyor bo'ldi, pishib chiqdi. Bu faqat 50 minutda chiqdi. Sal uzoqroq 1-list bo'lgani uchun. Ikkinchisi 40 minutda chiqdi. Mana qaranglar. Ranglari qanaqa chiroyli. Somsalarni biroz sovutamiz, ustiga sochiq yopib qo'yib sovutamiz. Somsalarni ko'ringlar, juda ham chiroyli chiqdi. Bu somsalar uyaltirmaydi. Mana ustlarini ko'ryapsizlarmi? Qavat-qavat bo'lib turibdi. Ham qarsildoq, ham mazali. Mana somsani ovozini ham eshitdinglar, ekranda ko'rib turibsizlar. Endi baho berish sizdan. Albatta tayyorlab ko'ring. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling.
o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.